Vokzal hududidan 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan, 82 kvadrat bo'lyapti. Hozir qisqacha obzorni qilamiz. Bizlar hol qismida turibmiz. Mana shunaqa chiroyli kattagina hol qismi bo'lyapti. Bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixoja mebel qilganlar, chetlar yaramontaj qilingan. Mana bu yer esa bizlarda mehmonxona bo'lyapti. Mehmonxonamizda ham hamma kerakli mebel jihozlari bor. Rangiga bitta baho beringlar do'stlar. Kvartiramizda kadastri bor. 1-2 kunni ichida qilib olishingiz mumkin. Mana bu yer esa bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ham kровать, tumbuchka, shifonyer, termolar o'rnatilgan do'stlar. Kvartiramizda dvухkonturli kotел o'rnatilgan, so'pli pollar qilingan. Mana bu yer esa bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bolalar yotoqxonasida ham kerakli jihozlari bor. Bu yer esa bizlarda oshxona bo'lyapti. Chiroyli qilib uголок o'rnatilgan va kuxonniy garnituri o'rnatilgan do'stlar. Panoramli oyna bo'lyapti. Kvartiramiz полностью atachenta qilingan. Mana bu yer esa bizlarda общий sanuzul bo'lyapti. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda opisanda bo'ladi, videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.